Assalomu alaykum Oybek ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari va mana bunday yosh xunojin ishqibozlari. Akalar, hafta kuniga 13-iyun haftaning juma kuni, ya'ni Sayyidul ayyom barchamizga muborak bo'lsin. Musulmon ahliga juma ayyomi muborak bo'lsin. Akalar, qo'ldan kelgancha yoritib boramiz. Manzilimizda eslatib o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan joyda ko'rib bilgan bo'lsalaring kerak. Aka xonim yozib o'zi qarasam tanib olasizlar. Akalar, adres tayin joydamiz. Xudo xolasa, mollarda bir qator ko'zdan kechirdim. Issiqlash alomatlari, xansirash, bir isitma, kasallik alomatlari yo'q. Barchasi qulog'ini birdek keltirib ushlab turibdi. Akalar, qo'ldan kelgancha video syomkalarni qilib boramiz. Layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turish sizlardan akalar. Yaxshilik qidirsalaring albatta yaxshilik topasizlar, yomonlik qidirsalaring albatta yomonlik topasizlar har bir qadamda. Akalar, nima demoqchi bo'lganimizni juda yaxshi tushundilaring. Qo'ldan kelgancha yoritib boramiz va dastavkalarni qulay qilib, imkon qadar qulay degani bir Samarqandgacha qildirib, narxlarni qo'ldan kelgancha yengillattirib beramiz. Kuzatib boring va layklarni bosib turing. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Oybekjon, sizlar? Muhammad aka, sizimsiz? Obunachilar, assalomu alaykum, sizlar, masalan, yaxshimi? Bilan juma yomlang bilan. Aka, bugunga nechi bosh? Oybekjon o'zi 5 dona xolos soni. Cho'g'ingiz kamayib ketyapti, aka. Cho'g'ni siz kamaytiraveryapsiz, Oybekjon. Yo'q. O'tgan hafta qo'yganimizda to'g'risi gapda hamma sotib yubordik. Bizga tashlab qo'yinglar deyapti. Joningiz sog' bo'lsin. Shunga tashlab beryapmiz, bizlar olib ketishyapti. Bu yog'ida mollar akalar. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha yoritib boramiz. Yengil bo'lsa ketaveradi, ham endi. Shunaqa. Albatta narxi yengil bo'lsa, ham mana bunday sifatlisi bo'lsa, narxini qo'yavering. Mollaringiz sifati yaxshi. Misol ozg'inroq ko'radiganlarda narxi yengil akalar. Qo'ldan kelgancha yoritib boramiz. Layklarni bosing. Mana shu 3tasini bir joyga olib qo'yinglar, hoji akalar. Hojona pensiyani yig'ib, choli kampir o'g'ildan kelgan pullarni yig'ib turgan bo'lsalaring, sog'lom narsalar. Xudo xolasa, musofir akalarim bemalol sizlarga tavsiya qilamiz. Mollarni ko'ringlar. Qorinlarni ko'ringlar akalar. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha yoritib boramiz, maşalloh. Hali bozor suymaydi shu rangda. Uka, mana shu rang molingiz oq ekan yo ko'k ekan, qandaydir bozor suymaydi deydigan mol yo'q. Hammasi bozorgir, bozor suyadigan narsa. YouTube'ga chiqazishimizdan maqsad kimgadir ma'qul kelsa telefon qilib olaverasizlar. Undan mollar narxi bilan tanishtiraylik. Shu Oybekjon. Ko'p gapirmasdan. Samglamni narxi Shunaqa. yengil qo'yish, maqsad sotish. Aka, oldin garantiyalarni berib qo'ying. Nimaga garantiyasi bor va qayergacha dastavka xizmatlari besplatni? Oybekjon, dastavkani vodiy bo'ylab qilamiz. Besplatni. Besplatni. Samarqandgacha hammasini olgunga qilib berasiz. Hammasi 5 talasini bir joyga to'g'ri beramiz. Bo'ldi, kelishasiz. 5 talasini bir joyga olgunga Samarqandgacha bor akalar. Oybekjon, yerda ishda sinov xudo xolasa bugun juma bo'lsa, keyingi jumaga bizdanimizda xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Ishtisi faqat, siqlatib, uni yoqmay qolsa, nima bo'lsa, jona garantiya bermaymiz lekin. Tushunarli. Hammasi ingar akalar. Hammasi ingar. Hamma kanallarga solishtiraverasizlar. O'sha hamma kanalda qanaqa garantiya bo'lsa, bizning kanalda ham shunday garantiya bo'ladi akalar. Hop, Oybekjon, mana shu egalasi bo'yi bir xilda, 1-3. Hop. Mana shu egalasi. Lekin ikkalasini yelka boshlari ham o'tasida ekalari. Cho'lasi ham akalar. Jupiga. Jupiga olganga yengil qo'yib berang, Nurmuhammad aka. Oybekjon. Maza qilishsan olib akalar. Mashalloh. Gapiravering aka siz. Hop, Oybekjon, mana shu egalasiga 9.5 demaylik, 94 dan berishsin. Ikki o'yin. Iya. Cho'la qilib yetkazib yuboraylik. Mana shu egalasini cho'la qilib. Bunday aka, mol yomon emas, bo'zaklaringiz chiroyli. Narxingiz ham yomon emas, lekin o'zingiz bilib tushib bering jupini olganga aka. Kelishtirib, nima 18 millionmi? Bo'ladigan ish qilaylik. Jupini olganga 18 millionmi? Yo'q, 18 million. Oybekjon. Ya, jupini olganga 18 million-da. Aynan. O'zimiz aloqadan do'xolsa kelishtirib beramiz. Bunday Nurmuhammad aka, buni bo'yi nechi mana yonda sherigini? Mana shu. Ha. Bu bo'yi. Hozir obunachilar Plyusga olishadi-ya buni ham. Aqib akamda hozir shuni bitta o'xshatamiz, ko'rasizlar. Sizlar tamom. 1-2 ekan, 1 plyus. 1-2, hop 1 plus. 1 deb olishganda ham nechi pul bunisi? Qaysi biri? Bunisi. Masa 9 million berishadi. Endi bunday ish qilamiz. Uchalasini bir joyga bo'ladi, 9 dan ozgina o'zingiz bilib o'tib berasiz, bo'ldi, boshqa gap sig'maydi. Hop, Oybekjon 5 talasini ekanda lahni optim keyin bitta aytib qo'yaman hammasini. Yo, siz qo'yib turing. Mana uchalasini yetilish muddati ham, orqa boshi ham yaxshi tomonlaringizni. Endi mana ularingizda aynan manolingizda ozgina ozg'inligi bor, lekin narxini bilmadim. Mana molingizda uchalasini 27 million kami bor. Endi
Can to'g'ri yemek yetadi yo'qda. Ha endi uchtasini qarang. 5 dona molimiz bor, yengil qo'yyapmiz o'zi. Shundam yakkalab olgandan ko'ra bir joyga ketyapti. 27 mi Bir o'zi? joyga olsin 9 milliondan ketdi hammasi. Uchalasi. Kami ham bo'ladi akalar. Kamini qilib berishmasa menga telefon qilaverasizlar. Bir joyga olinglar, ozgina yana o'tadigan joy. Uchalasi mayli 9 million. Men siz sizdan o'tirmadim. Foyda qilmas, mashaalloh, foyda qilmas. Akalar, men o'zim yaqinda reklama qo'ydim shunaqa mollarni. 10,5 ham qo'yayotgan akalar bor. Endi hamma kelish, olish joyiga qarab birinchi qo'l akalar. Hali boshqa savdogarlardan borib uyga borib olib kelinmaydi. Birinchi qo'l o'zlari mehnat qilib olib keladi akalar. Bebejon olib zo'larimiz ham xudo xolasa. Mashalloh, mollarni ko'ringlar. Imkon qadar uzoqdan olyapman, lekin oyoq qo'llari ham yomon mol emas. 1 metr. Ikkoni 1 metrdan olishaveradi. Bo'ldi, xo'p. Bittasi 1.4 chiqdimi? Konkret bo'yini ayting-da. Olasiz akalar 1.4 chiqyapti, bunisi 1 metr chiqyapti. Jupga 1 metrdan olaveringlar. Bu material emas, o'lchab sotadigan akalar taxmin qilish uchun albatta biz aytib qo'yamiz. Narxini gapiringchi aka. Yondirib bering. 8 dan bersin. Ya, endi o'xshamadi. Nimaga o'xshamaydi? Endi o'xshamadi. Faqat bizda o'xshayveradi. Yo, zo'r. Ritmni buzib qo'ydingizda. Endi onovlarda 9 million uchtasi bir joyga. Endi 8 ham olsin kelasizmi? shu gapimiz bo'laveradi. Yana kami bor, a? Xudo telefon qilsan. 17 million kami bormi? Uni kelishtirib beraman. Shuni telefon qilsa. O'sha 8,5 dan 17 bo'ladi. Telefon qilsa kelishtirib beraman. Akam chalg'itmayaptimi deb sirazi o'ylab qolyapti. Akalar, Adasa bitta molga qaranglar. Bundayda buni endi bahosi 16,5, yag'i bitadigan joyi bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Muhimi adresi, xonadoni tayin joydan. Hali bozordan menga ko'rmol sotib qo'yibdi, mix yutgan, sim yutgan sotib qo'yibdi, aldab ketdi, unaqasi yo'q akalar. Ey jonon. Ko'rinmay qolmasin. Akalar, har doim aytaman, qo'shoqdan chiqqandan keyin mol konkret ko'rinib qo'yadi. Shuning uchun qo'shoqda turgan zo'rini olaveringlar. Xudo xolasa uyga yetib borganda ko'ngillaring shod bo'ladi. Zo'rni ko'rsatib qo'ying, o'rtasidan chiqarib ko'rsatib qo'ying. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, aytilmay so'ralmay qolgan ma'lumotlar bo'lsa, ekran ostidagi nomerlar 24/7 xizmatda. Musofir akalarim uchun WhatsApp xizmatlari ham, hamma ijtimoiy tarmoq bor akalar. Bemalol haligi so'rab qolyapsizlar kommentariyada WhatsApp bormi, u bormi? Bemalol hamma ijtimoiy tarmoq bor, sahranat qilib aloqaga chiqaverasizlar. Gapiring aka, nima? Yana bitta narx aytaymi hammasiga. Bu zo'r bo'lardi, ha. 88 dan bo'lsa hammasi 500 ga. Barbaraga ketdi. Yo, to'xtam. 8 million 800 ming so'm. Xo'p, to'xtang. Bir joyga barbaraga. Bo'ldi, zo'r. Qarang, 88 dan. Ona uchalasidan qarang, hop, ona uchalasidan 200 mingdan 600 ming tushyapsiz-da, ona ikkalasiga 600 ming qo'shib qo'yapsiz. 600 ming qo'shilgan. Yo, to'g'ri, tushuntiribman. Hisob zo'r bo'lyapti. Bejon 93 dan aytdim-da, 12 To'g'ri, 93 dan. Ha, yakkalabga 93 dan dengizda. Ikkalasini. Qanchadan deyapsiz hammasi bir joyga? Hammasini bir joyga bo'lsa 88 dan ketdimi? 88 dan deb yana 600 ming tushib 87 dan payqang. Ana Bejon hammasiga 500 ming tushib beraman, bo'ladimi? Joningiz sog' bo'lsin. Bo'lar ekan, aka, dagarligi tutib ketadi-da. 700 million barbaraga. Gap so'zi. Akalar, jonlaring sog' bo'lsin. Qo'ldan kelgancha layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar, kimgadir manfaatli bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.